В Узбекистане где-то лет 30 назад было сколько там, миллионов 15, наверное, да, 18. Сейчас в Узбекистане, значит, 38 миллионов человек. Да. O'zbekistonda 30 yilcha oldin 15-18 million odam yashagan. Hozir esa 38 million kishi. Har yili aholi 1 millionga oshmoqda. Har yili. Tushunyapsizmi? Barchasi qanday tez o'zgarmoqda. Albatta, biz mehnat bozorida ham, ijtimoiy sohada ham ko'plab masalalar borligini tushunamiz. Barchamiz buni anglaymiz. Социального характера и на рынке труда, мы все это понимаем. И мы договорились с Шахат Мирамоновичем, что мы вот эти миграционные вопросы будем решать вместе. Почему? Потому что Shavkat Miramonovich bilan migratsiya masalalarini birgalikda hal qilishga kelishib oldik. Chunki bizda mehnat bozori bugun qanday ahvolda ekani ma'lum. Sizda ma'lum darajada bosim kuzatilmoqda.